Tog'ay shunaqa. Tushunmadimi? Ishonmasang telefon qil. Alo, tog'a. Qattasiz? Hozir boryapman. Tog'a xullas. Menga qara chestakchi. Dardingni keyin aytasan. Avval ovqatlanib olaylik, bugun mendan. Olaylik. Qani olaylikchi? Tog'a xullas. Menga qara chestakchi. Gapirib besabr bo'lasanda. Men senga aytdimmi? Ovqatlanib olaylik hozir deb. Qani bugun mendan olaylik. Qani javobga qaraylikchi? Tog'angga ayt. Tog'a xullas. Chestakchi, shashqayoqlik qilarmi? O'hirda gapirasan gapingni. Oldin ovqatlanib olaylik, bugun mendan. Qani olaylik. Tog'a xullas. Jajja, shashmaydi. Men shunday. Kelayam, sizlar gaplashib o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Akalar, hisobinglar. Tog'angga telefon qil. Hozir. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring yoki keyinroq. Hozir. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Ko'rdingmi? Tog'ang shunaqa seni. Aka, pulimiz yo'q edi. Reklama qilib bersak bo'ladimi? Ha, biz blogermiz aka. O'zi nechta odamlaring bor Instagramdan? Men sizlarni hech ko'rmaganman. 35 ta. Ha, aka 35 ta. Manzil Yangi bozor Uchko'prik yo'nalishida. Gulqishloq. Uchko'prik tumani. Keyin ovqatlar nima edi? Ha, shashlik, somsa, suyuqlar, xullas osh. Qanday ovqatlarni yoqtirsalang, zakazga qarab buyurtma qilaverasizlar. Shunaqa gaplar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Akalar, xullas, reklamalar yoqmadi menga. Oshxona tarafga o'tinglar, idishlarni yuvib beringlar undan ko'ra. Qani, davay. Aytdimi tog'ay shunaqa deb.